Bolani tabiatini buzilishiga eng katta sabab birodarlar, ota. Bolasi kimlar bilan do'st bo'lib yuribdi, e'tibor bermagan ota. Bolasi ko'rayotgan kinolarda nazorat qilmagan, nimalarni yaxshi ko'rayotganiga e'tibor bermagan ota. Bolasini xonasiga parabolistka antennani o'rnatib berib, o'zini holiga tashlab qo'ygan kim? Ota. Ayoli va qizlarini avrati ochiq holda yurganligini ko'rib indamagan kim? Ota. Ayolini tinmasdan serial tagidan chiqmayotganligini ko'rib indamayotgan kim? Ota. O'g'lidir, qizidir, maktabiga yoki jomiyasiga qachon bordi, qachon qaytdi tekshirmayotgan kim? Ota. Maktabiga bolasining orqasidan borib qiziqmayotgan o'qish haqida kim? Ota. Balog'at yetmagan bolasiga uyali telefonda qimmatini olib berib, internetlarga doimiy ulab qo'ygan kim? Ota. Internetni ulab, xohlaganini ko'r deb qo'yib bergan kim? Ota. Televizor ham emas ekan o'zi, kompyuter ham emas ekan, telefon ham emas ekan, internet ham emas ekan, bolam tabiatini anglitayotgan aslida.